Bu videoda bir xil ish, ikki xil inson, ikki xil maqsad, ikki xil yo'nalish. Videoni oxirigacha ko'ring, o'zingiz bilib olasiz. Onajon, duo qiling, ishga ketamiz. Topganingga baraka. Tan joningiz sog' bo'lsin. Bolajon. Bak, onajon, ehtiyot bo'ling. Alloh oilamni rizqini keng qilgin. Pul so'rab jo'nimga tegdi. O'y qilam, ro'zg'or qilam. Assalomu alaykum, o'g'ayni yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Qish bekorchilikda biz ham liniyaga chiqmoqchi edik. Odamni yaxshi ko'chada. Ishlasa bo'ladi. Arendaga mashina minardim. Hozir yangi mashinam bor. Yangi uchastka olib chiqib ketganman, aka. O'ylanib boqaman shuni orqasidan. Siz ham chiqib ishlasangiz bo'ladi, aka. Bo'ladigan ish. Alaykum assalom. Keling aka. Aka, tinchmisiz? Qanday turibsizmi? Ishlab bo'libdimi aka? Aka, umuman pul yetkazmamni o'zi. Ishlar o'ta pasayib ketgan. Ro'zg'or qilaman desangiz, radar tushasiz. Radarni to'layman desangiz, ro'zg'or kam. Buning ustiga yangi shopirlar chiqqan, aka. Oldingizdagi odamni yo'lni qisib ketadi, aka. Avtobuslar ham to'lib ketdi, aka. Umuman pul yetkazmamni. Qachon bir o'nglanib ketaykin bizda biz ham. Qaydan ham so'rayman, o'z odamdan so'raman. Kayfiyatda ham bizda. Shuni yetkazganinga ham shu. Jo'nimga tegdi shu duqullar ham. Yaqinda o'zi chiqdim o'sha ustaxonadan. Qachon bu shu duqullar o'nglaydi ekinda? Aka, tushering. Duo qilib qo'yasiz. Odamlar yaxshilik qoladi-ku. Ya uka 5000 so'mlarga 2000 so'm pul berishsiz. Pulim ozroq o'tdi, aka. Uka gazli o'sha tutdi o'zi. Pulingiz bo'lsa chiqmaysin mashinaga. Tushering, uka bu safar berib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Labba onajon. Xo'p, onajon. Xo'p. Ona aytgan narsalarga pul yetarmi? Obbo, kim bo'ldi? Bu ona? Go'shtga pulim yo'q, o'zi ayb qilmadim. Kechga bitgan mana bilishga o'tiribman. Sizga go'sht yeb qilsam papirsga pul yetmaydi. Ishtahani ham rasu o'qildinglar. Yemayman shuni. Pul topdim ekan. 130 ming so'm pul topibman. 200 ming bo'lish kerak bu. Pampers olaymi? Ona go'sht atdilar, go'sht olish kerakmi? Yemay, ichmay ishlasam, qachon ko'karyapman? Yana ishlaganman 12 bir qilib. Videoni ko'rdinglar. Bu videoda bir kishidan kulish va bir kishini kamsitish maqsad qilinmagan. Ikki xil yo'l, qaysi yo'lni tanlash o'zingizning qo'lingizda. Izohlarni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Uzog'imizni yaqin qilayotgan shofyorlardan Alloh rozi bo'lsin.